Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Dasturimiz davom etadi. Bugun dunyo bo'ylab 20 milliondan oshiq odam o'zini Uyg'ur deb biladi. Ularning yarmidan ko'pi Xitoyning Shinjon muxtoriyatida yashaydi. Xitoyni bosqinchi va zolim davlat deb biladigan Uyg'urlar bu o'lkani Sharqiy Turkiston deb ataydi. Ularning boshchisi Robiya Qodir Amerikada istiqomat qiladi. Qo'shma Shtatlar Uyg'urlarni azaldan quvvatlab kelgan. Yaqinda Washingtonda bu elat faollari bir haftalik anjumanga yig'ildi. Unda AQSh Kongressi a'zolari, arboblar, olimlar va huquq himoyachilari ishtirok etib, Obama ma'muriyatini Uyg'ur xalqiga yaqindan madad berishga, Xitoyga nisbatan bosimni oshirishga undadi. Odil Ro'zaliyev bu yig'indan hikoya qiladi. Uyg'urlarning jahonda tan olingan yetakchisi Robiya Qodirning aytishicha, Washingtonda bu xalq dardi, azob uqubatlari, dini va madaniyati himoyasi yo'lidagi kurashi haqida juda oz odam biladi. Ularning bilimini oshirib, Xitoyga bosim qo'yishda siyosiy qudrati va nufuzidan foydalanish zarur. Biz Uyg'urlar 62 yildan beri mustaqil dedik. O'z taqdirini o'zi belgilash dedik. Barishli yo'l dedik, mustaqillik dedik. Lekin qanday mustaqillikka yetish kerak? Biz pishib yetilmadik, ham vaqtni pishib yetilmadi. Bugun dunyoning vaziyati pishib yetildi. Uyg'ur xalqimi, Uyg'ur turklarimi pishib yetildi. Ana shular bilan birlikda biz bu qitim o'zimizning yo'l xaritamizni va strategiyalarimizni butun dunyoning hamma yeridagi Uyg'urlarni chaqirib akirib va turk qarindoshlarimiz, chet ellik qarindoshlarimizni chaqirib akirib, bularning fikrini anglab, biz qanday barishli yo'l bilan yetimiz. Biz qanday qilib o'zimiz mustaqil bo'lamiz, qanday qilib o'z taqdirimizni o'zimiz belgilaymiz. Shuning uchun biz qanday qilishimiz kerak degan planlarni tuzimiz, ham xalqning biz qanday qilishimiz kerak degan fikrlarini bir yerga keltiramiz. Massachusetts shtatidan demokrat kongressmen James McGovern Uyg'ur milliy do'ppalarini kiygan 150 dan ziyod faollarga murojaat qilib, ularni ozodlik sari kurashda bo'sh kelmaslikka chaqirdi. I believe that if the United States of America stands for anything, Qo'shma Shtatlar inson huquqlarini har masaladan ustun qo'yishi zarur. AQSh hukumatı Xitoyda nafaqat Uyg'ur, balki boshqa millat vakillariga nisbatan tazyiqlarga ko'z yumib kelgan. Kongressmen McGovern nazarida Senat va Vakillar palatasi a'zolari Xitoy siquvi va bosimiga uchragan Tibet va Tayvan haqida yaxshi biladi-yu, Uyg'urlarga kelganda bilimi oqsaydi. McGovern Urumchida 2 yil burungi namoyishlarning bostirilganiga doir rezolyutsiya loyihasini shu yozda Kongressda taqdim etmoqchi. Yana bir qonunchi Virjiniya shtatidan saylangan respublikachi Frank Wolf Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi g'alayonlar Xitoyni ham qamrab oladi deganida anjumanga to'planganlar ruhlanib ketdi. Xitoy xalqi yaxshi, ammo hukumati yomon. U yerda hozirgi tuzum qulab, unda yashovchi xalqlarning demokratiya va erkinlikka erishishini o'z ko'zim bilan ko'raman deb juda umid qilaman. Kongressmen Wolf va yig'inda ma'ruza qilgan amerikalik sobiq rasmiylar Obama ma'muriyatini xitoylik dissidentlarga e'tibor qaratmayotganlikda, xususan birinchi prezidentlik muddati yakunlanayotgan Barack Obamani Uyg'urlar yetakchisi Robiya Qodir bilan haligacha uchrashmaganlikda tanqid qildi. Sobiq prezidentlar Bill Clinton va George Bush bu ayol bilan uchrashgan edi deya ta'kidlaydi qonunchi. Anjuman ishida turli davlatlardan Washingtonga kelgan Uyg'ur faollari ishtirok etdi. Yulduz va yaramoy ramzi tushirilgan moviy rangli galstuk taqqan yosh qarining o'yu xayoli Sharqiy Turkistonni mustaqil davlat sifatida ko'rish. So'nggi yillarda Uyg'ur ayollarining ham siyosiy ongi o'sib, ancha faollashgan. Bizning Sharqiy Turkistonda Xitoy hukumatı shu siyosatni Uyg'urlarni qirishga, ya'ni yoshlarni, boylarni, ziyolilarni, bu Uyg'ur yosh erlarni qirishga qaratganligi uchun qirg'in bo'lib yosharlar asosiyatni tugab ketdi deyishga bo'ldi. Shunday bo'lgankin, buningga oxiri ayollar chidamay chiqdi. Bu shu 5-iyul voqeasidan keyin 2009dagi ayollar nayti ko'tarilib shu bolalarimizni qaytarib bersin, bizning erlarimiz qayerda deb shu botirlik bilan qiludi hech nima yo'q ayollar shu vaqtda namoyish qilib chiqdi. Hamda bizningki liderimizmi Robiya xonim o'zi bir ayol, bir ona, uni 2 bolasi shu nimada hozir turmada. Shunaqa bo'lganligi uchun
hozir ayollarning nemiz hozir faoliyati bizniki naytı kuchlanayotdi. Ayollar endi mundaqcha aytganda erlarning orqasidagi bir dastak to'pla qolmasdan balki oldiga o'tyotdi. Faoliyatning oldida erlarni boshlab minish olg'i keldi. Chunki buni Xitoy majbur qildi. Xitoy hukumatı bizning erlarimizni qirib, beshini kutamas qilyapti. Endi biz oxir hech kim qolmaganda ayollar qoldi. Shunga ayollar chiqdi oxirda. AQShning Xitoydagi elchisi Jon Huntsman o'tgan oy muddati tugab, prezident Obama savdo vaziri Gary Lokni yangi elchi etib tayinlagan. Senat uning nomzodini hali tasdiqlamagan. Kongressmen Wolfning aytishicha, yangi elchi inson huquqlari masalasida faolroq harakat qilishi, kerak bo'lsa, Tibet va Shinjonga borib, maydaroq elatlar hayotini o'rganishi hamda Robiya Qodirning Xitoy turmasida saqlanayotgan o'g'illari bilan uchrashishga harakat qilishi zarur. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun.